Qo'rqib ketyapman. Siz bilan ishqiy munosabatda ekanligimni. Erim bilib qolsa nima bo'ladi? Voy gapir. Gapim bor. Xo'sh. Lekin qanaqa aytishni bilmayapman. Tortinyapman-da. Nimadan tortirasan? Gapir. Anu Rossiyada ishlagan o'g'lingiz Davronjon yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Telefonlashib gaplashib turibsizlarmi? Ha, kunda kunora gaplashaman. Yaxshi. Menga qara, nega so'rayapsan? Ovozi bilasizmi? Shashlik so'yapti-yu, oling. Menga qara. Gapir. Bu gapni sizga aytmoqchi emas edim. Lekin o'ylab qarasam, tumanimizdagi eng hurmatli, eng obro'li insonsiz. Xo'sh. Anu kasalxonada ishlaydigan keliningiz Sabohat-a? Ha, Sabohat. Ishlarim qolib ketyapti-da. Menga qara. Gapni boshladingmi? Oxirigacha gapir. Nima gap? Gapir. Xullas, shu desiz, keliningiz 3-4 marta ishdan chiqib qora mashinaga o'tirib ketganini ko'rdim. 3-4 marta, ha. Bir xil nomer, bir xil mashina. Aka, men bor uzr. Endi ma'lumotga qolmen deyman-da. Lekin uzr, balkim qarindoshidir. Sizga aytib qo'yay dedim-da. Shashlik suvyapti, aka. Menga qara. Bu gapni bir gapirding. Ikkinchi og'zingni ochma. Meni noto'g'ri tushunmang. Shashlikdan oling. Sovib qolyapti, oling. O'tirsin aka. Menga qara. Xotinlarga o'xshab gap tashish yig'ishtir. Erkak degan noming bor. Endi ko'rganimni aytaman-da. Ey, menga qara. Kelinimga tuhmat qilyapsan. Yana bir marta shunaqa gap eshitsam, bo'g'ib o'ldiraman, tushundingmi? Erkakmisan? Erkakligincha qol. Menga qara qizim. Oxirgi paytlar eringdan noliydigan bo'lib qolding. Ering juda ham yaxshi odam. Hech ham nolamagin. Senlarni deb ishlab yuribdi. Oyi, men nima qilay? Hali yosh bo'lsam, yosh umrim ersiz o'tyapti. U esa meni tashlab u yerlarda yuribdi. Hali qaytadimi, yo'qmi? Keladi. Butun umr qolib ketmaydi-ku. Nima qilsa ham senlarni deb tirikchilik qilib yuribdi. Ering tilla odam, qizim. Qadriga yetkin bunaqasini topolmaysan. Eringdan hech qachon nolimagin. Butun umrga ketgani yo'q-ku axir. Keladi. Sen uyga qayt. Bunday eringni qo'lingdan chiqarma, bolam. Har xil xayollarga berilma. Bunaqa er topolmaysan, jonim bolam. Ering haqiqatdan ham yaxshi. Xo'p, oyi. Nima qilish kerak? Nahotki befarq qoldim. Axir o'g'lim farzandini, oilasini menga tashlab ketdi-ku. Farzandimga, xotinimga ko'z quloq bo'lib turing degandiku. Nima qilish kerak? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Unaqaga o'xshamaydi.
Alo. Alo. Assalomu alaykum, dada. Ertalab gaplashdik-ku. Tinchlikmi? Ha, bilasiz-ku. Anu keliningiz telefonini ko'tarmayapti-ya. Bilasiz-ku. Nevarangiz bilan kuniga 3-4 marta gaplashmasam, u ham sog'inib qoladi, men ham sog'inib qolaman. Shunga bir o'g'lim bilan gaplashmoqchi edim, dada. Bo'ldi. Kelin hovlida ish qilib yurgan edi. O'ziga qaytarib qo'l, men aytaman hozir. Aha, xo'p. Xo'p, o'ziga qilaman hozir. Joning sog' bo'lsin, o'g'lim. Kelin. Telefoningizga Ha? qarab oring. Xo'p bo'ladi, dada. O'g'lim telefon qilyapti ekan. Hozir. Bolam kiyimingni almashtir. Balkim qarindoshidir. Sizga aytib qo'yay dedim-da. Endi ko'rganimni aytaman-da. Nahotki xiyonat ko'chasiga kirgan bo'lsa. Nahotki meni, o'g'limni ko'zimizni shamg'alatib shunaqa ishlar qilib yurgan bo'lsa. Kamron. Ovqat pishyapti. Uyga kir. Bet-qo'lingni yuv. Xo'p bo'ladi, oyi. Kelinim haqiqatdan ham shunaqa ish qilayotgan bo'lsa, Kamronning yuziga qanday qaraydi? O'g'limning yuziga qanday qaraydi? Anu, Akrom bor-ku, mahallamizdagi. Uchi umuman ko'p dugini bermaydi. Dadamchi menga yangi ko'p dugo berar ekanlar. Zo'ridan. Qimmatni olib kelar ekanlar. Dadang xudo xolasa senga zo'r koptog olib keladi. Dahshat ko'pda ko'p kelar ekanlar. Kenchi men futbolni zo'r o'ynayman-da. Bitta tep gol qilaman. Har kuni bola bilan zo'r o'ynayman. 5 ta 6 ta gol uraman. Voy, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Nonushta yetarli bo'ldimi, dadajon? Yaxshi, rahmat. Rahmat. Haligi dada, Labbay. bugun bitta dugonamni tug'ilgan kuni edi. Xo'sh. Qo'yarda qo'ymay meni ham taklif qilgandi. Borsam maylimi? Mayli, borib keling. Rahmat. Faqat Kamronni bugun o'zingiz maktabga olib borib olib kela olmaysizmi? Ulgurmas ekanman-da, dadajon. Mayli. Polvonimni o'zim olib borib kelaman. Katta rahmat. Xo'p, Yaxshi borib o'tiringlar. keling. Xayr, kechqurun ko'rishamiz. Mazza borib qo'yasiz-a? Tur, keyin. O'zim olib borib qo'yaman. Xo'p.
Assalomu alaykum, dada. Ertalab gaplashdik-ku. Tinchlikmi? Ha, bilasiz, anavi keliningiz telefonini ko'tarmayapti. Nevarangiz bilan kuniga 3-4 marta gaplashmasam, u ham sog'inib qoladi, men ham sog'inib qolaman. Bir o'g'lim bilan gaplashmoqchi edim, dada. Dadajon, assalomu alaykum. Uzr, tug'ilgan kun cho'zilib ketdi. Hozir sizga bu narsa tayyorlab beraman. To'xta. Qayt orqangga. Tug'ilgan kun qalay o'tdi? Yaxshi o'tdi. Ozgina kechga qoldim. Davron akamga o'g'lingizga aytib qo'ydim. Ozgina kechikaman deb ogohlantirgandim. Uzr dadajon. Sizga bu narsa tayyorlab beray-a? Tug'ilgan kunini qilgan dugonangning ismi nima? A? Qayerda turadi? Nigora, biz u bilan maktabda birga o'qiganmiz, sinfdoshim. Sinfdoshing? Endi bunday qilamiz. Hozir men bilan o'sha dugonangning uyiga boramiz. Men kirib, tug'ilgan kun bo'lganmi, bo'lmaganmi surishtirib chiqaman. Dadajon, men sizga yolg'on gapirmayapman. Dabdurustdan uyiga borsak, keliniga ishonmas ekan, qaynotasi poylab yurar ekan deyishmaydimi? Keyin men ota-onasining oldida kim degan odam bo'laman, dada? Menga qara! Kimni ahmoq qilmoqchisan? Kimni aldayapsan? Ishxonangdan chiqib, qora mashinaga o'tirib ketding. Nomeri 055. Keyin restoranga borib o'tirdilaring. To'g'rimi? Ana undan keyin chiqib birovni uyiga bordilaring. U yerda bilgan iflosliklaringni qildilaring. Dadajon, kimgadir o'xshatgan bo'lsangiz kerak. O'char! Gapni chuvalashtirma. Agar men seni kimgadir o'xshatgan bo'lsam, yur dugonangning uyiga. Shu gaplaringni isbotlab bera olasanmi? Sen menga yolg'on gapiryapsan, yolg'on! Sen o'g'limni g'aflatda qoldirib,
meni g'aflatda qoldirib, ayshi ishrat qilib yuribsan. Iflos. Endi meni eshit. Hamma narsangni yig'ishtir. Meni uyimdan chiqib ket. O'g'lim kelsa, o'zi seni javobingni beradi. Endi seni bir narsa qilib qo'ymasimdan, yo'qol ko'zimdan. Yo'qol! Ket! Ket! Yaxshilikcha ket. Bo'lmasam o'ldiraman. O'g'lim. Seni uchun yuragim kuyib ketyapti. Sen bunaqa noqulaylikka qo'yilmasan. Meni kechir, o'g'lim, kechir. G'aflatda qoldim, o'g'lim. Meni kechir. Gapirsang-chi. Nima bo'ldi o'zi? Aytishib qoldim deyapman-ku, so'rayvermang. O'zi shundoq ham yuragim taka-puka bo'lib ketyapti. Bo'pti. Yotib damini ol. Ertaga o'zim qaynotang bilan yaxshilab gaplashib qo'yaman. Agar shunaqa qilsangiz xafa bo'laman. Qaynotamga hech narsa demaysiz. Agar shunaqa qilsangiz meni o'ldirasiz. Oddiy narsa bo'ldimi? Sharmanda bo'ldim axir. Nimaga sharmanda bo'lasan? Asani ikkita guvoh bilan yotgan joyingda ushlab olishgani yo'q-ku. Hammanga tuhmat qilishyapti. Birovga o'xshatyapti. Deyaverasan. Hech kim bo'yningga qo'ya olmaydi. Siz erimni bilmaysiz. Meni gapim ularga bir pul. Otasi nima desa shunga ishonadi. Shu zahotiyoq javobimni beradi. Xo'p ana, javobingni ham berdi deylik. Sudga oshirgani bilan aybini bo'yniga qo'ya olmaydi-yu. Mana qara, yaqinda bitta advokat dugonam aytib qoldi. Bitta yigit xotinini jazmani bilan yotganini ushlab olibdi. Sudda haligi ayol erimni o'ynashi bor. Mendan qutulish uchun tuhmat qilyapti deb rost saluvlilik qilibdi. Xullas, hamma unga ishonibdi. Ish xotini hisobiga hal bo'pti. Ana shunaqa, qo'rqmasang ham bo'ladi. Gapni to'g'risi, o'tgan safar gaplashganimizda tilim bormagandi. Uyga bora olmayman. Ha, nima gap? Dadasi, atrofingizda hech kim yo'qmi? Gapir. Nima bo'ldi? Ochiqroq gapir. Uyalayapman dadasi. Uyalmasdan gapir deyapman. Bir hafta oldin Kamronni uxlatib, idish tovoqni yuvish uchun oshxonaga chiqsam, orqamdan dadangiz kelib meni quchoqlab oldi. Eshityapsizmi? Menga teginmoqchi bo'ldilar. Nega chimsiz Davron aka? O'g'lingizga aytib beraman degandim. Agar o'g'limga aytsang, seni boshqasi bilan yurgan deb aytaman. O'zim ushlab oldim deyman dedilar. O'g'lim senga ishonadimi yoki menga dedilar. Nima deyapsan?
Davron aka. Tuhmatga qolyapman. Yolg'on de. Shunaqa mavzuda yolg'on gapirishim mumkinmi? Jon dadasi. Shunaqa tuhmatlarga qolyapman. Menga tegajog'lik qildi dadangiz. Axir dadasi men nima qilay? Davron aka. Alo. Alo. Boshqa choram yo'q edi. Oxirgacha shunday tur. Senga tegajog'lik qildi. Tegajog'lik qildi. Alo. Alo. Nega gapirmayapsan? O'g'lim? Alo. Kelinni haydab yuborganimga xafamisan? Nima qilay o'g'lim? Xotiningni yurib ketganini senga qanday qilib aytaman? Yana jahl qilib o'zingga bir narsa qilib qo'yishingdan qo'rqaman o'g'lim. Mana shu xatni dadamlarga berib qo'ygin. Faqat dadamni o'zlariga bergin. Boshqa birovning qo'liga tushmasin. Xo'pmi? Bo'pti, xo'p. Xolasmi? Ha. Rahmat. Boshqa narsang yo'qmi berib yuboradigan? Shu. Assalomu alaykum dada. Dada qachon kelasiz? Sizni sog'inib ketdim. Dada? Dada? Qachon kelasiz? Tinchlikmi? Tursuno'l aka. Sizga bir omonat bor.
O'g'lingizdan. Omonat. Ha. Janoza bo'lgani uchun indamay turgandim. Endi berib qo'ymasam bo'lmaydi. Endi shuni topshira qolay sizga. O'g'lingiz sizga xat qoldirib ketuvdi. O'sha kuni xonada menga topshirganda otamga berib qo'yasan deb. Rahmat. Unda men keldi-ketdiga qarab tura qolay. Xo'p. Dadajon, men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'rardim. Sizdek otam borligidan hamisha g'ururlanardim. Mahalla kuyda, qishloqda siz haqingizdagi gaplarni eshitganimda yuragim faxr iftixorga to'lardi. Siz men uchun dunyodagi eng oliyjanob, komil inson edingiz. Dadajon, nega bunday qildingiz? Meni yakka-yu yagona o'g'lingizni o'ylamadingizmi? Axir Rossiyaga ketishimdan avval uylaning, opalarim ham rozi deb aytgandim-ku. Men hammasini bildim. Sabohat yig'lab gapirib berdi. Siz mening juft halolimga, o'z keliningizga teginmoqchi bo'lganingizni eshitib, qanday ahvolga tushganligimni tasavvur qila olmaysiz. Siz meni jufti halolimga, o'z keliningizga teginganingizni qanday tushunishim kerak? Qanday ahvolga tushganimni bilasizmi? Siz tasavvur ham qila olmaysiz. Men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'rardim. Davron akamga o'g'lingizga aytib qo'ying. Kelinimga tuhmat qilyapsan. Nega bunday qildingiz? Ozgina kechikaman deb ogohlantirgandim. Yana bir marta shunaqa gap eshitsam, O'z keliningizga teginmoqchi bo'lganingizni eshitib, Sizga yolg'on gapirmayapman. bo'g'ib o'ldiraman, tushundingmi? qanday ahvolga tushganligimni tasavvur qila olmaysiz. Yo'qol! Bor ket! Uzr dadajon. Telefonini ko'tarmayapti-ya. Nega gapirmayapsan? O'g'lim, Xafa bo'lmay o'tiribsizmi dada? Bu ham bir xudoning sinovi ekan. Shu kunlar ham boshimizda bor ekan.
Tinchlikmi dada? Tinchlikmi dada? Nega dada? Bu seni tuhmating uchun. O'g'limni o'ldirganing uchun.